Kaptol dəvədinla. Kaptol degen zade qanday mahsulat? Kaptol degen yeydigan mahsulat mı? Yoki içidigan mahsulat mı deb so'rayotgan do'stlar. Kaptol markasidagi bizning mahsulotimiz yeydigan, içidigan mahsulat emas. Sizning amroq mashinanglar yeydigan mahsulotchimi? Manaka Optol. Kaptol biz Optol deb Şinjangda shundaq dag'dug'liq, shundaq vizitib atgan Şinjangning hamma yerda sizga o'xshash iste'molchilarningki olqishiga, qo'llashiga erishib atgan Optol do'stlar. Ondan Kaptol degan marka nening markasi deb so'ragan do'stlar. Kaptol degan marka o'zimizning shaxsiy markasi, o'zimiz engagan. Biz ya o zavodning ya bu zavodning markasiga vakolatchi ish yo'q. Birinchi qo'l o'zimizningki. O'ttirda yana bir adam foydalanadigan biz uchinchi taraf emas. Biz birinchi taraf. Kaptol degan marka o'zimiz engagan. Teşkürep baksanlı buludu. Ahmetça Eniver deb çıkıdı. Meş Kaptol degan markası. Marka nening deb so'rayotgan do'stlar, tordan ko'rib baksanlı buludu. Özümüzün şahsi markası. Onundan başka Kaptol markalık Optol devletimizde işlengen mo yoki chet davlatdan import qilib ekilib devletimizde setilayotgan Optol mo deb so'rayotgan do'stlar. Bizning Kaptol markasidagi Optol devletimizde ishlab chiqarilgan. Lekin barliq xurujlarni Germaniyadan import qilib, devletimizde ishlab chiqarish, qachilash, urash degandek ishlarning hammani devletimizde qilyapmiz. Chunki devletimizningki yasash texnikasi olsun, ishlash texnikasi olsun, hozir mayli ig'ri sanoati olsun, mayli yirik sanoati olsun, devletimiz dunyo bo'yicha oldin qatorda mingyotdi do'stlar. Şuna devletimizin texnikasini mi herkes boşçaqlashqa bo'lmaydi do'stlar. Uningdan boshqa bizmiş Kaptolni qachilayotgan zavod, qanday zavod deb so'rayotgan do'stlar, biz hamkorlashibmiz Kaptol Optollarni qachilayotgan zavod devletimizdagi belgilik ta'sir kuchi va 10 cho'ng neft ko'royning biz so'g'an zavod. Endi bugunman bu yerda zavodning ismini mo demoqchi edim. Biroq endi so'da maxfiyatlikka deydigan narsa va shunga zavodning ismini bugun demayman. Şuna bizningki şu Kaptol Optollarni mishunda deb so'rayotgan, o'zining amroq mashinasiga ishonch qilib puyonmayotgan iste'molchilar bo'lib qolib qolsa, xotirjam qo'ysanglar bo'ladi. Uningdan boshqa bizning shu qilayotgan, bizning 2 yilning yaratgan natijalarimizga, qozongan utuqlarimizga ko'zni qizartib, ana-mana deyotgan bir qism o'xshash kesibdagi do'stlar, bizning Kaptolga haqiqiy qiziqib qolsanglar, mana har qanday savolingiz bo'lib qolib qolsa, mana men javob berishga tayyor. Mayada bütün zavod, bizning zavod, anda zavod, manda zavod desek yaxshi olmaydi ekan. Shunga bizning mallining nereden keldigini qiziqayotgan, ashundaq o'xshash kesibdagi bir qism, hammadan bunda emas, bir qism ashundaq o'xshash kesibdagi bolalar ilmane bizmiş to'xtamaymiz Kaptolni gango qilgan ekan, uni bunday ashunda yizib qo'yayotganlar bor. Ashunda yizib qo'yayotganlar udul har qanday savolingiz bo'lib qolib qolsa, birlikda o'rtoqlashsak bo'ladi. Men chiroyliqmishimda sizlarga, sizlar razi o'g'cha, sizlar qayli o'g'cha tushundirsam bo'ladi. Unda bo'lsa, yana davomli bizning Kaptol Optollarining har xil ishlar qiziqadigan do'stlarim bo'lib qolsa, bundan keyingi ko'rinishlarimga diqqat qilsanglar, ertadagi ko'rinishimda kunda bir kun bizning Kaptol markasidagi Optollarningki to'nglarini qachilayotgan, zavodlar olsun, to'nglarini yasayotgan yoki Optolni qachilayotgan zavodlar olsun, hammani men ham bahirlab mana birlikda o'rtaq ko'rib baqsaq bo'ladi. Qandayroq zavod bilan hamkorlashib ish qilyapmiz, birlikda ko'rib, qanday abisingning talab fikri bo'lib qolsa, mening o'zgartgidek yerlarim bo'lib qolib qolsa, deb bersanglar, sizlar mendan bekrak biladigan ishlar bo'lib qolib qolsa, men har vaqt, her zaman sizning telefon bo'lib qolsa, men qabul qilaman. Sizning o'rgangidek yering bo'lib qolib qolsa, men cho'qim sizdan o'rgansam bo'ladi do'stlar. Anda men yana bir tabulab qo'ydigan jiddiy gapdan birisi qilib qopti. Biz Kaptol Optollarga Şinjangning har qaysi shaharlardan, naylardan, bozorlardan ayrim holda vakolatchi qabul qilyapmiz. Davomliqchimi? Shu vakolatchi bo'ltam deydigan bo'limi
100%lik işenç bilen bizning optollarımızga işenç kılalısanlar, birinci olab bizge işenç kılalısanlar, ikinci olabmış biz işlep bazar sağan optollarımızga işenç kılalıp kalsanlar, birinden tapsak tanıyayımız, davamlı kılakılışanlar. Bunda olsa, köreşkiç aman bulanlar, bundan kinke görünüşümde, men davamlıkmış kapitol doğruluk sözlep, zavutuna en manlagen bahirlep bana hayır hoş.